Viloyat hokimligining topshirig'iga muvofiq Kattaqo'rg'on shahrida 2025-yil ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning bajarilishi va 2026-yil uchun ustuvor vazifalar yuzasidan viloyat ishchi guruh tomonidan tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu belgilangan chora-tadbirlarning ijrosidan kelib chiqib, viloyat raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasi hamda viloyat hokimligi tashqi reklamani muvofiqlashtirish bo'linmasi rahbar xodimlari tomonidan shaharda o'rganishlar olib borildi. Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 20-fevraldagi 104-sonli qarori bilan tasdiqlangan tashqi reklama obyektlarini qurish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq tashqi reklama obyektlarini reklama joyining pasporti mavjud bo'lgan hollarda o'rnatish belgilangan. Ishchi guruh tomonidan bu borada Kattaqo'rg'on shahridagi tashqi reklama obyektlaridagi mavjud holat ko'zdan kechirildi. O'tkazilgan monitoring va xatlov tadbirlari davomida shaharda bugungi kunda 500 dan ortiq tashqi reklamalar mavjudligi, ularning ayrimlari reklamaning tiliga doir talablarga rioya etilmagan holda o'rnatilgani hamda reklama joyi pasporti mavjud emasligi aniqlandi. Bu borada shahar hokimi Gavhar Alimova boshchiligida Zoom orqali o'tkazilgan yig'ilishda tadbirkorlik subyektlarining tashqi reklama obyektlarini O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra faqat reklama tarqatish maqsadida foydalanish lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, bu boradagi tartib-qoidalar yuzasidan videorolik namoyishidan so'ng viloyat ishchi guruhi mas'ullari tomonidan tegishli tushuntirishlar va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Viloyat hokimligi tomonidan tasdiqlangan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq Kattaqo'rg'on shahrida viloyat raqobatni rivojlantirish va iste'molchi huquqlarini himoya qilish boshqarmasi, viloyat hokimligining tashqi reklamani muvofiqlashtirish bo'linmasi va shahar hokimligi tomonidan tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan shahardagi mavjud reklama obyektlarini qonunlashtirish maqsadida o'rganish va xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu o'tkazilayotgan o'rganishlarda tashqi reklama obyektlarini qanday qonunlashtirish yo'llari to'g'risida tadbirkorlik subyektlariga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Jumladan reklama to'g'risidagi qonunga muvofiq har xil tavakkalchilik asosida o'ynaladigan qimor o'yinlari reklama qilish taqiqlangan. Shu bilan birgalikda ona suti o'rnini bosuvchi mahsulotlar reklamasi reklama qilish taqiqlangan. Sertifikati mavjud bo'lmagan, litsenziyasi mavjud bo'lmagan, tekshiruv ruxsatnomasi mavjud bo'lmagan mahsulotlarni yoki ish xizmatlarini reklama qilish taqiqlangan. Ushbu o'tkazilayotgan tadbirimizda mavjud normativ hujjatlar to'g'risida tadbirkorlik subyektlariga tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda mavjud tashqi reklama vositalarini pasportlashtirish va hujjatlashtirish yo'nalishlari bo'yicha tadbirkorlik subyektlariga tushuntirish va targ'ibot ishlari berilmoqda. Ushbu o'tkazilgan xatlovimizda bugunning o'zida 5 dan ziyod tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'zlarining tashqi reklama vositalarini qonunlashtirish bo'yicha tegishli arizalarni topshirildi. Shuni unutmaslik lozimki, O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi qonun talablariga rioya qilmagan holda reklama tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining 30-100 baravari miqdorida moliyaviy jarima qo'llashga sabab bo'ladi. Shunga ko'ra, tadbirkorlik subyektlarini bu borada tartib-qoidalarga amal qilgan holda ish olib borishlari maqsadga muvofiqdir.